Assalomu alaykum hammaga. Meni suvim tugadi, yangi suv tayyorlaymiz. Damni tagidan 2 litrli darajada suv olamiz. Kamirib olamiz. Suvimiz sovuq bo'lsa ustiga issiq suv qo'shib bemalol ichishimiz mumkin. Mana bu чистый экологический suv. Bu 60 ta mikro makro elementlardan tayyorlangan suv. Judayam ko'p vitaminlari bor. A, B, C, D, K vitaminlarga boy. Bu odamning organizmidagi butun shlaklarni, toksinlarni tozalaydi. Shu suvda tayyorlab olamiz. Suyumuz tayyor. Bizi suyumuz tayyor. Mana normal iste'mol qilsa bo'ladi. Aralashtirib olamiz. Yaxshilab. Mana rangini ko'ryapsizmi? Bu malina klubnika. Judayam foydali. Bu odamda organizmdagi butun yomon, ichidagi butun yomon toksinlarni, shlaklarni chiqarib tashlaydi. Buni iste'mol qilish ertalab och qoringa, mana menda tayyori bor. Bakalda. Ertalab och qoringa 2 bakal illiq-milliq qilib ichib olasiz. Biroz 1 soatdan keyin bemalol ovqatlanib kerakli muolajalaringizni qilsangiz bo'ladi. Bu organizmingizdagi butun yomon narsalarni chiqarib tashlaydi. Agar sizga qiziq bo'lsa, mana bu основной akkauntimga kirsangiz, mana shu kompaniyaning ssilkasi bor. Kirib bemalol iching. Bu juda ham zo'r mahsulot. Organizmingizni yoshartirishga, butun kletkalarni восстановить qilishga juda katta yordam tegadi. Savollaringiz bo'lsa, kommentarlarga yozsangiz, albatta javob beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh uchun hammangizni yaxshi ko'raman. Omon bo'ling.